hammalarninki şu ana tilkini mübarek olsun. Sizler şundaq Uyg'urcha shundoq yaxshi gap qilishga tarbiyalagan ota-onalardan va ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Allah Qur'on-i Karimda deydiki: "Ve min ayatihi xalqus semawati vel ardi ve ihtilafu alsinatikum ve elvanukum inne fi zalika ayatin lil alimin" deydi. Allah Taola'nınki cheksiz qudratining dalillaridan biri shuki, asman zeminni yaratganligi ve sizlarning tilinglarning, ranginglarning o'xshash bo'lmaganligidir deydi. Demak, bizning tilimizning har xil bo'lganligi Allah Taola'nın cheksiz qudrati ve san'ati. Andavan her milletin özünün tilini saqlashi, özünün tilini qo'llashi Allohninki san'atiga hurmat qilganligi ve Allah Taola'nınki qudratining namoyandasi bo'lgan mushu tilni saqlaganligi Allah Taola'nın ayetiga hurmat qilganligi hisoblanadi. Dünyada her qanday millet özünün tili bilan tunuldu. Özünün tili bilan yoki o'zining tili bilan yo'q bo'ldi, manjularga o'xshash, inglizlarga o'xshash o'zining tili bilan dunyoga mashhur bo'ldi. Bizning ajdodlarimiz o'sha til masalasiga nihoyatda ko'ngil bilgan. Hatto keyingilarga shundoq bir keyingilarga meros bo'lsa-da, bobimiz Mahmud Qashqari shu zamonlarda divoni lug'ati turkni tuzish orqali bir tarafdan bizninki xalqimiz o'zining tilini obdan bilsin, yana bir tarafdan boshqa millatlar bu tilni bilsin degan asosda Yusuf Xas Hojatning Qutatqi bilik asari shu zamonlarda islom dini bizning yurtimizga yangi kirgan vaqtlarda fars tili va arab tili najbak davr surgan. Chunki dinni o'rganish uchun fars tilini arab tiliga bak ko'ngil bilib, o'zining tilini unutib qilish darajasiga yetgan shu vaqtda. Nimishga deganda biz fars tili orqali yana Afg'onistondan va Iron tarafdan kelgandan din bizga mana ikki tilga birlik ketib, o'zining tilidagi ba'zi atalg'ularni ishlatmaydigan, hatto adiblar bir narsa yozsa, farscha, arabcha bo'lmasa, xos uyg'urcha bo'lsa, adib hisoblanmaydigan yerga kelgan. Shunda chaqda shunga qarshi holda Yusuf Xas Hojat Qutatqi bilikni yozish orqali Qutatqi bilikni sap uyg'ur tilida yozganda shuni tadqiq qilayotgan olim deydi, Qutatqi bilikda uyg'urcha bo'lmagan so'zlar 100 tonna chiqmaydi deydi. Intayin az shunchalar xat ayda yozgan. Endi 15-asrlarda 14-asrlarda bu Mavdarning nahrida o'zininki ijodiy faoliyatni yuritgan Sakkaki, Lutfi qatorliq Atoi qatorliq ashu bizning shoirlarimiz, olimlarimiz o'zimizning uyg'ur tilida asar yozgan. Ya'ni uyg'ur tilini o'zining tiliga varislik qilish, o'zining tilini qo'llash, ajdodlarning omonatini saqlaganlik bo'ldi. Endi Alisher Navoiy Uyg'ur adabiyotining eng ko'rinarli namunalaridan bo'lgan Alisher Navoiy 15-asrning 90-yillarda mushu fars tilininki O'rta Osiyoda Uyg'urlar va turk xalqning orasida najbak davr surib ketganligiga va Uyg'ur tilininki kishilar ancha bak ko'ngil bilmaydigan bo'lib ketgan vaqtida shunchalik o'zining butun asarlarini xos uyg'urcha yozib, shu chog'da Muhokimatul Lug'atayn degan bir kitob yozganda, bu kitobni yozishdagi maqsadi Uyg'ur tilininki so'zlik xazinasi jihatda ifodalash iqtidorida, Uyg'ur tilining go'zalligida fars tilidan eshib ketadiganligini shu Muhokimatul Lug'atayn degan kitobda isbotlagan. Undan keyin, masalan, bundan 200 yillar atrofida, bundan burun Manjuli vatanimizni ikkinchi qatim besib olganda, butun yezi qishloqlarga o'zining shu Manjul tilini o'rgatish uchun majburlaganda, bizning ajdodlarimiz qattiq qarshi turib, ularni maktabga bolalarni bergan. Biz hozir Uyg'ur tilida so'zlayotgan bo'lsak, hozir biz ajdodlarimizga qarzdor biz. Ashula tilimizni shunda saqlagan. Chunki bir millatninki tili shu millatning yashashida mavjud bo'lib turishining omili. Endi dinimiz, bizning tilimizni qo'llash orqali biz dinimizni va o'zimizning millatni saqlab qola olamizda. Ya'ni bir tilning saqlanib qolishda, bir millatni saqlab qolishda til bilan dinning nihoyat muhim rol
oynaydiganligini ko'plaringlar bilisizlar. Hamda hozirgi vaqtda ota-onalarningki, chet ellarda yashagan Uyg'urlarningki birdan-bir eng chong majburiyatlardan biri o'zining ona tilida so'zlashish, o'zining ona tilini unutmaslik va shunga ko'ngil bo'lish. Endi bir tilni bildim deyish uchun 4 narsani bilish kerakdan. Shu tilda yezishni bilish, shu tilda so'zlashni bilish, shu tildagi narsani anglash, shu tildagini tushunish. Shu tilda yezish ve shu tilda o'qish ve shu tilda so'zlash ve shu tilda anglash. Shuni bilsak, biz Uyg'urcha bilimiz deymizda. Türkçe'ye onu aralashtirib so'zlaganlik Uyg'urcha bilganlik emas endi. Endi hozirgi zamonda ota-onalarniki bolalarni mayli nayt oliy maktabda o'qitib kelsin, nayt qimmat oliy maktablarda yuqori bilimni qilib kelsin, ammo o'zining ona tilini o'rgatmasa, bu bolalarga amanatni ado qilmagan bo'ldi. Hatto ustozlarmi, har qaysi maktablarda ustozlar bolalarga qancha zo'r bilim bilib kelsin, ammo o'zining ona tilini bilmagan bo'lsa, o'zining ona tilini o'rgatmagan bo'lsa, u kamchilik sodir qilgan bo'ldi. Shunga bizning tilimiz Uyg'ur tilimizda bütün bizim dini kitaplarımız var, dini eserlerimiz var. Biz bolalarımızga 0 yaşdan 7 yaşgacha çoxum şu Uyg'ur tilida o'rgatishimiz kerak. Uyg'ur tilida, boshqa tilda emas, Uyg'ur tilida din, islomni, axloqni, qimmat qarashni o'sha o'zimizning tilda o'rgatishimiz kerak. Ondan keyin uni cho'ng bo'lgandan keyin bu oliy maktabga chiqqan vaqtda bizning tishimiz paqqayib qoldi. Shu vaqtgacha bolalarni o'rgatib olsam, o'rgatib oldim. O'rgatib olmaganlar keyin pushaymon qilib qoldi. Endi mushu hayotda yashab, bolalarimizni o'zining tilda duduqlar so'zlaydigan, o'zining tilda ravon so'zlayolmaydigan bunda qilib qolib kelsak, biz uchun faqat yaxshi bo'lmaydi, yaxshi yodikorlik bo'lmaydi bu. Shunga o'zimizning ona tilini saqlash naybat muhim. Dinda, islomda millatchilik yo'q. Ammo bir millat, bir musulmon millatning tili yo'qolib ketish xavfi uchragan bo'lsa, onun üstüge Müslüman emas milletinin ta'sirida yo'qolib ketish xavfi uchragan bo'lsa, bu Müslüman milletinin tilini qo'llab qolish farz darajasida muhim bo'lib qoldi. Hozir bizga farz desak bo'ladi. Shunchalik bak muhim. Chunki vatandagi majburiy ular qo'llayolmaydi shunday ahvolda. Biz chet ellarda bizning kuchimiz yetadi. Ammo biz tilimizga ahamiyat bermasak, o'z ixtiyorimiz bilan tilimizni nobud qilgan bo'lamiz. Shunga bolalar uyda cho'qim Uyg'urcha gap qilasizlar. Uyg'urcha gap qilasizlar, Uyg'urcha anglaysizlar, Uyg'urcha yozasizlar. Bizningki Uyg'urcha yetadi bizga. Uyg'urcha tilimizda diniy kitoblarimiz bor, tarixiy kitoblarimiz bor, romanlarimiz bor, tarixlarimiz bor. Uyg'urcha bilan abdan mukammal musulmon bo'la olamiz. O'zimizningki majburiyatini bilaylik. Uyg'urcha o'qish orqali bilaylik. Shunga bizning tilimiz herkes bu zamanın keyinde kaldıran bir til emas. Bizim tilimizde qadrlashimiz kerak. Allah Taala hammalarni o'zining amonatini ado qildigan yaxshi kishilardan qilsin. Amin.